Parhezbob, kaloriyasi kam, juda ham mazali tovuq filesidan taom tayyorlaymiz. Tovuq filesini videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Endi sous tayyorlaymiz. Zaytun yog'i, soya sousi, tuz, chesnok, rozmarin, murch solib aralashtiramiz va shu tayyorlagan sousimizga tovug'imizni yaxshilab ikkala tomoniga surtib chiqamiz. Yarim soatga olib qo'yamiz. Bu orada qizil piyozimizni to'g'rab olamiz va pomidorni ham xuddi shunaqa kattalikda to'g'rab, idishimizga avval qizil piyozimizni bir xilda qilib terib chiqamiz. So'ng pomidorni ham xuddi shunaqa terib, ustidan tovuq filemizni qo'yib, sousimizni tovuq filesini ustidan quyib chiqamiz. Duxovkada 200 gradusda 40-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishlog'imizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz va pishgan tovuq go'shtimizni ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan pishlog'imizni sepib, yana 5 daqiqaga duxovkaga jo'natamiz. Noodatiy ta'm, ko'rinish ham juda ham go'zal, chiroyli bo'lgan taomimizdan albatta tayyorlab ko'ring. Mazasi yoqishiga ishonaman. Taomimiz tayyor. Buni souslarini ko'ryapsizmi? Buni mazasini, hidini men video orqali sizlarga yetkazib bera olmayapman. Go'shtlarini qaranglar, xil bo'lib pishgan, juda ham mazali, sirlari erib, juda ham mazali, sochni bo'lib pishgan. Parhez qilayotgan xonimlar buni albatta tayyorlab ko'ringlar.